Odil Yoqubov Adolat manzili. Odil Yoqubov o'zining ushbu romanida inson qadr-qimmati, or-nomusi, iymon-e'tiqodi har narsadan ustunligini e'tirof etadi. Adolat manzili romanida o'zbek ishi yoki paxta ishi nomli ijtimoiy hodisaga aloqador voqealar qalamga olinsa-da, biroq adib faqat mana shu voqealarni yoki ularning dahshatli oqibatlarini jonlantirishgagina o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ymagan. Uning bosh maqsadi mazkur voqealar asosida umumbashariy muammolar, butun insoniyat hayotiga daxldor qadriyatlar haqida mushohada yuritish va kishilarning e'tiborini ularga jalb qilishdadir. O'zining bu maqsadini yozuvchi quyidagicha tushuntiradi. Men bu asarga qo'l urar ekanman, faqat paxta ishi bahonasida respublikamizga kelib, mudhish yovuzliklarga yo'l qo'ygan qonunbuzarlarni fosh etishgina o'zimga maqsad qilib qo'ygan emasman. Men bu mavzuga sal boshqacharoq maqsadda yondashishga urindim. Ya'ni bo'htonchilikning inson va jamiyat uchun naqadar xatarli ekanini bir halol, pokiza, vafodor oila qismatida aks ettirishga harakat qildim deydi.